33 bob. Yoqub Əsavning 400 kishini elib kelayotganligini ko'rib, farzandlari Liha, Roila va kichik xotiniga bo'lib berdi. U ikki kichik xotinini bolalari bilan birinchi safda, Liyahni bolalari bilan ikkinchi safda mangdodi. Eng kaynida Roila bilan Yusufni mangdodi. Yoqub o'zi ularning oldida mangdi. U akisining oldiga kelganda, beshi yagi takkudak 7 qitim egilib ta'zim qildi. Asav uning oldiga yugurib berib, quchoqlab so'yib ketdi. Har ikkisi yig'ilishib ko'rishdi. Asav atrofiga qarab, ayollar va bolalarni ko'rib, "Yelingdagi bu kishilar kim bo'ladi?" deb so'radi. Yoqub: "Xudo kaminlarga yaxshilik qilib, bu bolalarni taqdim qildi", deb javob berdi. Ondan ikki kichik xotini bolalarini boshlab oldiga o'tib, Asavga egilib ta'zim qildi. Kaynidan Liha va uning bolalari, oxirda Yusuf bilan Rohilamu uning oldiga o'tib, egilib ta'zim qildi. Asav yana: "Podilani oldingda mangdirishdagi maqsading nima?" deb so'radi. "Maqsadim yaxshi bo'lib qolayli deb avatgan so'g'itimdir", dedi Yoqub. Biroq Asav: "Fukam, mening 9'im tal. Bu narsalar o'zingda qolsin", dedi. "Yo'q. Mening yuzimni qisang, so'g'itimni qabul qilgaysan. Sen meni xushallik bilan qarshi olding. Didoringni ko'rganimda Xudoning didorini ko'rgandek bo'ldim. Mening sana ep kelgan so'g'itimni qabul qilgaysan. Xudo menga mehribonlik qilib kelmoqda. U menga ehtiyojli bo'lganlarimning hammasini bag'ishladi", dedi Yoqub. Yoqub Asavdan so'g'itini qabul qilishni qayta talab qilgachqa, Asav oxir noiloj qabul qildi. "Amsa mangayli, men sen bilan birga mangay", dedi Asav. Biroq Yoqub: "Sen bilsa, bolalarim yo'l azobidan bak ajizlab ketdi. Bu mo'zay qo'zlar tig'i sutdan ayrilmagan. Shunlashqa ulardan xabar ilishim kerak. Agar yana bir kun mangdigan bo'lsak, hamma kala, qo'ylar halok bo'ladi. Sen oldimizda mengibdi. Kala, qo'y va bolalar qanchalik mangalsa, men shunchalik mengib, sen bilan sayrda ko'rishay", deb javob qaytardi. "Undaq bo'lsa, men odamlarimdan bir nechini sana yordamga qoldirib ketay", dedi Asav. Lekin Yoqub: "Uningmi hojati yo'q. Ikkimizning yaxshi bo'lib qolgani kifoya", deb javob qaytardi. Shuning bilan Asav shu kunla yo'lga chiqib, sayrga qaytdi. Yoqub bo'lsa, Sukkot yesiga berib, u yerda o'zga uy, mollariga lapas soldi. Shunga u yerning ismi Sukkot, lapas deb ataldi. Yoqub Padan Aramdan Qanon rayonidagi Shakam shahriga omon-eson qaytib kelib, shahar atrofidagi tuzlanlikka chedirlarini tikdi. U bu yerni Homurning o'g'illaridan 100 kumush tangaga setib oldi. Shakam Homurning o'g'illarining biri edi. U bu yerda qurbonlik supusini yasab, uningga Al-Aloyi Isroil, ya'ni Isroil ibodat qilgan Xudo deb nom qo'ydi.